Assalomu alaykum, hurmatli eshik rom YouTube kuzatuvchilari. Mana yangi yana eshik romlarimiz tayyor bo'ldi. 210 ga 90 eshiklarimiz. Hammasi dalalik, dalalarga ro'vel ochilgan. Tiyada kalvagi, karnizi, katta qosh nalishlar bo'lgan, ular ro'vel ochilgan. Tashqari ochiladi, o'ng qo'l bilan ochilgan, niyabrizni qalin yog'ochlardan bo'lgan. 3 ta eshik. Bularimiz voha tomonga qilinadi, xudo xolasa, ranglari sepiladi. Ranglardagi yana videolarni tashlaymiz. Bozlari 11 ga bo'lgan. Bu yoqqa qalini 4.6, 4.5 ga bityapti. Ochilib yopilishlari zo'r, xudo xolasa. Nalishlari ham 8 lik, kalva, karniz. Teva qosh nalishlari ham gullar ochilgan. Sifatlari xudo xolasa a'lolarga quri yog'ochlardan bo'lgan. Uchala eshigimiz ham voha tomonga. Bu yoqda mana tayyor bo'lgan 2 qanot eshiklarimiz. 210 ga 120. Bunimiz 90 ga 210, bunimiz 75 ga 210. Bular sirfason aynali bo'lgan. Bularning rangi sochiladi. Kalva, karniz, nalishnik, o'sha zamonlar ko'rgan dalalarga ro'vel ochilgan. Bularning sifatlari a'lo, niyabrizni quri yog'ochlardan bo'lgan. Manzilimiz Andijon viloyat Buloqboshi tumani. Kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Bemalol qanaqa xizmatlar bo'lsa, yog'och bo'yicha, eshik rom bo'yicha xizmatlar qilina oladi. Kunlar xayrli bo'lsa, ishlaringiz sog' bo'linglar.